Grichka pishiramiz podlivka bilan. Qanday qilib tayyorlashlarini ko'rsataman. Bismillahirrohmanirrohim. Piyozimiz qovurildi mana. Yuvilgan 1 kilo grichka. Ozgina tuz sepib qo'yamiz. Grichkamiz pishib chiqdi. Olovni ozgina pasaytirib 15 minut qo'yib qo'yamiz, o'zi pishib qoladi. Podlivka tayyorlaymiz hozir. Ko'rinli mesadan, ko'rinli go'shtdan. Chesnak solamiz. Biberdan solamiz. Pomidor bilan bolgarskiy. Slivka solamiz. Grichkamiz tayyor bo'ldi. Grichkamiz pishgan. Buni endi dasturxonga tortsak bo'ladi. Grichkani yaxshi ko'radiganlar bormi? Kommentariyaga yozinglar, kelinglar biznikiga grichka yegani.